Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirova. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining xil xususiyatni bildiruvchi sifatlar mavzusini o'rganamiz. Azizlar, YouTube'da to'liq va batafsil video darslarimni joylab boraman. Agar bu darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Aytgancha, men Instagramda ham faoliyat olib boraman. U yerda o'zimning metodikalarimni ulashaman. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda do'stimni ta'riflayman o'yinini o'ynang. O'quvchi yonidagi partadoshini ismini aytgan holatda ta'riflaydi. Masalan, Bilol a'lochi. O'z o'rnida Bilol orqa tomonida turgan sinfdosh do'stiga uning ismini aytgan holatda yana bir ta'riflaydi. Shu tariqa o'yin davom ettiriladi. Ushbu o'yinda 100% barcha o'quvchilar qatnashadi. O'yin yakunlangach, o'qituvchi do'stlikning ahamiyati va yaxshi so'zlarning inson ruhiyatiga ta'sirini tushuntirib beradi. 48-mashq. Berilgan olmaxon, tipratikan, fil, karkidon, tuyaqush, chumoli, quyon, jirafa kabi hayvonlarning asosiy belgilarini yozing. Sinfdoshlaringizga yozgan ta'riflaringizni topishmoq qilib ayting. Kim topqir o'yinini o'ynang. Masalan, tanasi yirik, burni uzun, quloqlari katta hayvon. U kuchli va og'ir yuk ko'tara oladi. Tanasi tikanli, kichkina hayvon. U xavf tug'ilganda dumaloqlanib oladi. Tanasi katta, terisi qalin, burnida shoxi bor hayvon. U og'ir va baquvvat. Juda katta qush, oyoqlari uzun. U tez yuguradi, lekin ucha olmaydi. U kichkina mehnatkash hasharot. U donlarni doim tashib yuradi. Kichkina, uzun quloqli, chaqqon hayvon. U tez yuguradi. Aziz o'quvchilar, mana shu ko'rinishda hayvonlarni ta'riflab, topishmoqlar tuzing va sinfdoshlaringizga ayting. Sinfdoshlaringiz esa ta'riflar asosida hayvonlarning nomini topadilar. 49-mashq. Quyida berilgan hayvon va narsalarning xil xususiyatini ta'riflab yozing deb topshiriq berilgan. Rasmda fil va quyonning tasviri keltirilgan. Biz bularning shakliga ko'ra ta'riflashimiz kerak. Fil katta, quyon kichkina. Rangiga ko'ra esa ko'mir va qandni ta'riflaymiz. Ko'mir qora, qand oq. Mazasiga ko'ra qalampir va asalni ta'riflaymiz. Asal shirin, qalampir achchiq. Quyon va itni xususiyatiga ko'ra ta'riflaymiz. Quyon chaqqon, it vafodor. Bo'ri yirtqich, tulki ayyor. 50-mashq. Topishmoqlarning javobini toping. Sifatlarni aniqlab, bu sifatlarni o'z va ko'chma ma'noda qo'llab gaplar tuzing deb topshiriq berilgan. Topishmoqlarni diqqat bilan kuzatib, javoblarni aniqlang va sifatlarni o'z va ko'chma ma'noda qo'llab gaplar tuzing. Gaplaringizni sinfdoshlaringizga o'qib bering. Topishmoqlarning javobini to'g'ri topganingizni tekshiramiz. Kichkina dekcha, ichi to'la mixcha. Topishmog'imizning javobi anor. Ushbu topishmog'imizda kichkina va to'la so'zlari sifat so'z turkumiga tegishli. Ular qanday so'rog'iga javob bo'ladi? Kichkina so'zini qatnashtirib, o'z va ko'chma ma'nolarda quyidagicha gap tuzib yozish mumkin. Kichkina quti stol ustida turibdi. Bu yerda kichkina sifati o'z ma'nosida qo'llangan. Chunki qutining hajmini bildiryapti. Keyingi gap, u kichkina gapni ham kattalashtirib yubordi. Albatta, bu yerda kichkina so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan. Tim qora kichkina xol to'xtatar yo'lda darhol. Ushbu topishmog'imizning javobi nuqta tinish belgisi. Ushbu topishmog'imizda tim qora hamda kichkina so'zlari sifat so'z turkumiga tegishli. Ular qanday so'rog'iga javob bo'ladi? Endi siz bilan tim qora sifatiga gaplar tuzamiz. Kechasi osmon tim qora bo'lib ketdi. Bu yerda tim qora so'zi o'z ma'nosida qo'llangan. Uning ko'ngli tim qora g'amga botdi. Bu yerda esa tim qora sifati
ko'chma ma'noda qo'llangan. Kalta bobom ichkarida, quloqlari tashqarida. Topishmoqning javobi sholg'om. Topishmoqda kalta so'zi sifat so'z turkumiga tegishli. Demak, kalta so'zi ishtirokida o'z va ko'chma ma'noda qo'llangan gaplar tuzamiz. Kalta yo'l bilan uyga tez yetib keldik. O'z ma'noda qo'llangan. U kalta fikr qilib masalani chuqur tahlil qilmadi. Bu yerda esa kalta so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan. Qavat po'sti bor, 7 qavat to'ni bor. Topishmoqning javobi piyoz. Topishmoqda qavat so'zi sifat so'z turkumiga tegishli. U ishtirokida o'z va ko'chma ma'noda gaplar tuzamiz. Tokchaga qavat kitoblar terib chiqildi. Bu yerda o'z ma'noda qo'llangan. Bu voqea qavat sirlar bilan to'la. Bu gapda esa ko'chma ma'noda qo'llangan. Bir barmoqcha bo'yi bor, qizil baxmal to'ni bor. Topishmoqning javobi qalampir. Barmoqcha hamda qizil so'zlari sifat so'z turkumiga tegishli. Endi so'roq beramiz. Qanday bo'yi bor? Bir barmoqcha bo'yi bor. Bu yerda bo'yning pastligi nazarda tutilmoqda. Shu sababli barmoqcha so'zini sifat deb qabul qilamiz. Qizil esa qanaqa so'roqqa javob bo'ladi? To'nning rangini bildiryapti. Qizil sifati ishtirokida o'z va ko'chma ma'nodagi gaplar tuzamiz. Qizil bayroq shamolda hilpirayapti. Bu gapimizda qizil so'zi o'z ma'nosida qo'llangan. Zarinaning yuzi qizil bo'lib, uyatdan boshini egdi. Ushbu gapimizda esa qizil so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan. Sutday oppoq, parday yumshoq. Topishmoqning javobi paxta. Topishmoqdagi 4 tala so'z ham, ya'ni sutday, oppoq, parday, yumshoq so'zlari sifat so'z turkumiga tegishli. Ular qanday so'rog'iga javob bo'ladi? Endi ular ishtirokida o'z va ko'chma ma'nodagi gaplar tuzamiz. Devor sutday oppoq rangga bo'yalgan. Sutday oppoq bu yerda o'z ma'nosida qo'llangan. Bolaning qalbi sutday oppoq. Bu gapimizda esa sutday oppoq so'zlari ko'chma ma'noda qo'llangan. Gilam parday yumshoq tuyuldi. Bu gapimizdagi parday yumshoq sifatlari o'z ma'nosida qo'llangan. Tarbiyachi parday yumshoq so'zlar bilan bolalarni tinchlantirdi. Bu gapimiz esa ko'chma ma'noda qo'llangan. Aziz o'quvchilar, topishmoqlarning javobini to'g'ri topgan bo'lsangiz, barakalla. Berilgan gaplar namuna sifatida berilgan bo'lib, siz ham bir-biridan ajoyib bo'lgan o'z va ko'chma ma'nodagi gaplar tuza olishingizga ishonaman. 51-mashqda sifat so'z turkumiga tegishli so'zlar berilgan. Siz ularni rang tuz, maza ta'm, hajm, shakl, hid va xil xususiyatini bildiruvchi sifatlar bo'yicha guruhlarga ajratib yozing. Topshiriqni to'g'ri bajarganligingizni tekshiramiz. Rang tus bildiruvchi sifatlar qip-qizil, qora, sariq. Maza ta'm bildiruvchi sifatlar taxir. Hajm bildiruvchi sifatlarimiz baland, cheksiz, bepoyon, kichkina. Shakl bildiruvchi sifatlar dumaloq, qiyshiq, egri. Hid bildiruvchi sifatlar yoqimli, badbo'y, hidli. Xil xususiyat bildiruvchi sifatlar chiroyli, jasur, qaysar, rostgo'y, mehribon va saxiy so'zlardir. Siz ham sifat so'z turkumiga tegishli so'zlarni xuddi shu guruhlarga joylashtirib chiqqan bo'lsangiz, barakalla, topshiriqni to'g'ri bajaribsiz. Bugungi uyga vazifa 52-mashq. Sifatlarning ma'no turlariga misol topib, qatorlarni davom ettiring. Xil xususiyatni bildirgan sifatlar qatnashgan 2 ta gap tuzing. Masalan, namuna sifatida quyidagicha yozish mumkin. Rang tusi bo'yicha kumush rang, moviy, zangori, qizg'ish. Maza ta'mi bo'yicha chuchuk, shirin, nordon, taxir. Hajmi bo'yicha bahaybat, ulkan, mitti, keng. Shakl ma'nosini bildiruvchi sifatlarga qiyshiq, dumaloq, to'g'ri, egri. Hid bildiruvchi sifatlarga xushbo'y, yoqimli, badbo'y, muattar hamda xil xususiyatni bildiruvchi sifatlarga esa
o'jar, muloyim, chaqqon, dangasa kabi sifatlarni topib yozish mumkin. Xil xususiyatni bildiruvchi sifatlarga ikkita gap tuzib yozish kerak. Masalan, birinchi gap: chaqqon o'quvchi topshiriqni hammadan oldin bajarib bo'ldi. Ikkinchi gapimiz: o'jar bola aytganidan qolmaydi. Bilimdon o'quvchilar, o'ylaymanki, ushbu topshiriq siz uchun juda ham oson. Berilgan sifatlarni hamda gaplarni shundoqqina ko'chirib olmang. Bu so'zlar hamda gaplar sizga namuna sifatida berildi. Agar mustaqil ravishda izlanib, so'zlarni topib, gaplar tuzib yozsangiz, bilimingiz mustahkamlanadi. Bugungi darsimiz sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kelgusi darslarda uchrashguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.